We are honored to present you enchanting pop music from the Republic of Uzbekistan. We hope you will enjoy. Thank you. Zo'r yetarlar. Gap yo'q. Qo'shiqlarda, ovozlardir. Mayli sog' salomat yursinlar. O'zbekistonni doimo ko'tarib yursinlar. Hamma rahmat shu yordam berganligiga. U O'zbekiston yulduzi. Shuning uchun kelyapmiz mana, tomosha qilamiz. Ko'ramiz, uni sevamiz. Büyük sanatının ustası Yıldız Buldu. Öz nomi o'zida. Nafaqat O'zbek dunyosiga tanilgan. Chet elga ham tanilib bormoqda, faqat o'zi emas, O'zbekistonni ham tanitib bormoqda. Shu bilan o'zbek ayollari nomidan, o'zbek yoshlar nomidan shuni ayta olishim mumkin, shaxsan o'zim nomidan. Yulduzga bitta gap bilan aytishim mumkin. Tan berishdan boshqa ilojim yo'q. Chunki u eng buyuk san'atkor. Bunaqa ayol, o'zbek ayoldan bunchalik martlik chiqishi qiyin. Bir ovlagan suryonlari bo'lsa-chi, to'shak yetmay to'nin to'shaydi o'zbek. O'zbegim, 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 o'zbek. Dunyoda baland deb yashaydi o'zbek. O'zbegim, 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 o'zbek. Dunyoda baland deb yashaydi o'zbek. Nima o'tirsizlar? I give concert, I sing only for people, for mention. They love my songs, love my voice. And how many people came already? How many people? Official, 4,200, but normally 5,000 every night. This year, 11th years. And then after this concert, I go to European tour. But I'm very happy because for today, not only in Uzbekistan, in Europe, know my music from Uzbekistan. For Uzbek people, I'm first in Europe. And then I'm very happy. Man o'zim Marg'ilondanman. Marg'ilon shahrida tug'ildim. Ishchilar oilasida tug'ildim. 8-sinfgacha, 8-sinfdan keyin men o'sha Ipakchilar kombinatida
2 yil ishladim. Shu kombinatda men to'quvchi bo'lib ishlaganman. Ota-onam o'sha yerda ishlagani uchun bu qanaqadir dinastiya bo'lgan. Bular meni muzikaga qarshi bo'lishgan. Baribir meni turmushga chiqarib yubormoqchi bo'lishgan. Shuning uchun maktabdan chiqarib olib, shu kombinatga ishga berishgan. Bir san'atkorlik kelajagim yo'q edi. Marg'ilon o'zi oblast dindor shahri bo'lgani uchun bir botqoqlikka o'xshaydi. San'atkor o'sha yerdan chiqadi, lekin u yerda gurkiramaydi, Toshkentda gurkiraydi. O'sha meni olib kelgan tarixiy Gavharxonim Rahimovamiz ham, san'atkorimiz ham meni shu botqoqlikdan olib chiqib kelgan. O'zi ham Marg'ilondan chiqqan. Meni shu konservatoriyaga olib kelib, Toshkentni ko'rsatib, Toshkentda katta shaharda yashashni o'rgatdi. 2 yil. Ana 2 yildan keyin men o'zim Gavharxonim Rahimova men o'sha uchilishini bitirib, kollejni bitirgandan keyin konservatoriyaga kelishimga sabab bo'lgan ayol. Aka-ukalarimdan olib chiqib ketgan meni. Chunki meni baribir turmushga chiqarib yuborardi u yerda. Bu O'zbekistonda 60 yilligiga bo'lgan. Mana. Yulduz Osmanova. 84 gод. Shu davr ichida o'zim ijrochiligimdan tashqari o'yinga tushganlarim, spektakllarda rol o'ynaganlarimdan tashqari men 25 ta ansambl tashkil qilganman. Bu Samarqand Zarafshon ansambli. Mana bu Zebo G'aniyeva nomidagi voyenniy ansambl. Bu ham frontchi brigadalar, mana bu ham voyenniylar. Mana bu. Hammasi frontga borgan shular. Mana bu Marg'ilon uchrashuvlar bo'lar edi. Kolxozlarga chiqishar edi, paxta terganishda aytar edi. Muzikada oktava degan gap bor. Buni ovozi birinchi oktavani bomidan ikkinchi oktavani ovujigacha shunday diapazoni bor. Ko'nglim qolsa bulbuldan ham, guldan ham qolar bo'lsam bir kun tildan ham. Agar bir zot yig'lasa chin dildan ham, onam yig'lar, onam yig'lar. Men buni 6 oy ichida kuzatib borib, haligi bayram konserti tamom bo'lgandan keyin ota-onasi bilan gaplashdim. Da bu yerga konservatoriyaga o'qishga olib keldim. Мы изучаем узбекскую народную музыку, музыку братских народов, музыку мировой классики, вот Бах, Гендель, так, вот Бизе, Дворжак, Моцарт, так, и потом композиторы нашей республики. Вот, это вот очень много композиторов. Вот, этих. Значит, мы изучаем достижения мировой культуры.
Bizda bizgacha bo'lgan san'atkorlar arabik muzikasini, boshqa turk muzikasini eshitib, shuni pop muzikasini tan olishgan. O'zimizda xalq muzikasini pop muzikaga qo'ymagan hech kim. Chunki uni men o'zim qilganman. Shuning uchun bu yo'lni men konservatoriyada o'qishni boshlaganimdan shu yo'lni baravar o'zim ishlab ko'proq Yulduz Usmonova hozir chet el estradasiga qiziqib, hozir shu tomonda ko'proq ijod qilishga kirishgan. O'sha o'zbek estradasi bilan birgalikda o'sha chet el estradasini hamohang qilib ishlashga harakat qilib, o'sha u tomonda o'sha musiqalari bilan hamohang ish olib boryapti. O'sha chet elda o'sha elektrik asboblari bilan yordamida ham ish olib boryapti. I tell every time for people, thank you for pop music. Pop music and then plus folk music. And then people know folk and pop music. You know? I think it's not normal things this. Yes. This is not new things for European people. But it was normal bossa nova. Bossa nova. This European style. But Uzbekistan like rhythms juk tak tak juk tak tak juk tak tak like the same. Bağımdan astarın var, güleydi her el bahar, nastarın gülmeydi, bunday gül boldur qayda, mayda mayda mayda, nastarın gülmeydi, mayda mayda mayda, bunday gül boldur qayda, mayda mayda mayda, nastarın gülmeydi, mayda mayda mayda, bunday gül boldur qayda. La 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 la, 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 like this. Estradniy janrga to'g'ri kelmaydi. Chochini uzun qilib chiqishlik. Shu men demoqchimanki, bu janrga berilganligi shu darajagachaki, shunday xotin kishini birdan bir husni bo'lgan chochni ham barbod qildi-da. Oldi, kalta qildi, qo'ydi, tamom. Mendan qo'rqib ozdan nima qilyapsan, choching nima qilyapsan? Endi jindagi tekizroq bo'lsin, opa jindasi tekizroq bo'lsin deb axiri mana shu estrada bob qilib oldi. Наше искусство, наши песни, всем вам нравится. Но во всем этом, конечно, виновата у нас моя бабуля Джафар Хану Рахимова. Потому что она, когда мне еще было 19 лет, когда меня хотели только замуж выдавать и посадить дома меня, чтобы я сидела дома, Джафар Хану Рахимова, Буджана, заметила меня. Несмотря, что у меня были братья, как басмачи, с такими ногами, бегали за Джафар Хану Рахимовой, она вытащила меня
этого болота, и вот я вот сейчас нахожусь на этой дороге. Avror Germaniyaga chiqasiz, Gollandiyaga. Usmonovani qo'yib beramiz. Ana turibdi-yu. Buchi. O yangi to'g'ri. Ana. Usmonovani qo'yib bergan. Kaç payda ol. Hamma shu Toshkentga yuri 6 oyda, 1 yilda bir kel Toshkentda konsert beradi, отчетный konsert. Yangi programma bilan chiqadi. Xalqdan juda nazaridan qolib ketaman degan qo'rquv doim borimda. Hushyor qiladi buni. Ana shu narsa ertaga ham xalqim meni shunaqa qilib kutib olsin degan niyat bilan juda qattiq ishlaydi o'zini ustida. Yangi qo'shuvchilar ko'p endi hozir. Nasib Abdullayev misol uchun Yulduz Osmonovaning yangi konserti bor. Keyin O'zbekiston termasi chiqdi mana ko'p reklama qilyapti televizorda. Yalla eng populyarniy ansambl tushganda, ansambl guruhlar, ijrochilar o'zimdan xalq mangam. Mana shular yaxshi etgan. Ko'p yangi mana konsertlar beraman, yaqinda ham konsert berdi. Yangi, yolg'izgina. Endi sevadi bu. Ko'p emas bu. Buni originali chiqmaganda konsertdan yozilgan. Uni bizda patenti bor ama anaqasi bo'ladi. Mana avtorskiy pravalar bo'ladi-ku, hokimiyatdan oladi shunaqa razрешение sotishga. Yana o'zim shoirman, kitobim chiqqan. Shu kitob sovg'a qilmoqchiman. Qo'shiqlarimni aytishini xohlardim. Kishilar muhabbat haqida, ota-ona haqida, vatan. I have here everything is text. Text. Many poets. Poets give me. I have everything is look. Everything is text. After now concerts finish, I must sit and look every text. Yulduz o'zi juda ko'p kitob o'qiydi. Yulduz meni o'zi birga hamkorlikka chaqirgan o'sha Qizil olma bor, qo'shiq. O'shandan boshlaganmiz biz. Bas bu o'zi shoir bu, rejissor o'zi bu. Bizni o'zbek san'atkorlarining ichida eng ko'p o'qiydigani ham shu. She'riyatni ham yaxshi tushunadi. O'zi meni kitobimni o'qib, o'zi topgan meni. Keyin o'sha qo'shiqlarni qilganmiz. Muhammad Yusufning she'rlari chuqur, lekin menda Muhammad Yusufdan tashqari ham juda ko'p shoirlarim bor. Endi bu Muhammad Yusufni olib chiqdim. Yana yilga balkim boshqasini olib chiqarman. Har yili shoirlarni ham, xoreograflarni ham xalqqa ko'rsatadigan maqtanish emas, lekin men. Biroz qarsaklarga kesilganlar. Tez. Juda ko'p to'siqliklarga uchraganman. Masalan, deylik, bizda shunaqa sistema bor ediki,
man agar diplomim bo'lsa kompozitor deb tan olinaman. Masalan, agar menda diplom bo'lmasa, men agar million marta bir chiroyli kuy yozsam ham tan olinmas edi bu narsa bizda. Shunaqa sistema bor edi o'sha SSSR paytida. Shuning uchun meni yozgan muzikalarimni tan olishmasdi. Men yozgan muzikalarda majbur bo'lardim birovning nomini qo'yib aytishga, kompozitorlarga, anaqa qilishga. Chunki bo'lmasam aks holda chiqarmas edi. Ashulalarda. Shunaqa sistemani ham ko'rganman. Eng muhimi men masalan vatan deb yoza olaman. Yozganimda ich-ichimdan bilaman, o'zimning yerim bor. O'zimning vatanim bor. Shu tuproq menikiligini endi bilaman. Oldin men vatan desam, Kreml bir yerda turardi, Moskva. Turardi, Moskva turardi. Xohlayman vatan haqida she'r yozsam, o'rtoqlarim kulardi. Shuni yozibsan dedi. Hozir bemalol, masalan, o'zim yozishim mumkin. Shuni o'zim yurakdan tuyib yozaman va o'zim rohatlanaman. Xalq bo'laylik. Mustaqillikda doim aytilyapti oxirida. Shu mustaqillik madhiyasi u har yil aytiladi. Xalq bo'laylik. Keyin nega yig'lamaysan ona Turkiston deb. Kechagi kuning aytsam bir doston, bog'laring bayron, paykaling payxon, ko'ksingga toshlar otmadi kimlar, ona Turkiston, ona Turkiston. Qancha bersang oz, qancha tutsang kam, siylading shohin gadosini ham, nonu tuzingni totmadi kimlar, ona Turkiston, ona Turkiston. O'lkang yo'q edi, o'lkangda sening, qo'ling mehnatda, yelkangda sening, to'ygan to'ng'izday qotmadi kimlar, ona Turkiston, ona Turkiston. To'lishmaganing, to'zganing bo'ldi, biringni biring suzganing bo'ldi. Birlashsang pusib ketmadi kimlar, ona Turkiston, ona Turkiston. Bayraming o'xshab bayramlaringga, zamin lol boqsa qadamlaringga, etaging kelib tutmadi kimlar, ona Turkiston, ona Turkiston. Jonim sadaqa, gar imo qilsang, baxtim sen bilan, sen agar bilsang, bu kunga yetmadi kimlar, ona Turkiston, ona Turkiston. I think for Uzbekistan, for me, for everybody need time. Because Europe, how many years Europe free? Yes? This is 6 years is nothing. Nothing, because we every time close. Only Moscow dictate for Uzbekistan. Many years, 70 years. Now, it's separate, but step by step, I think. So for me, it's a very difficult. I know that, but I know that why for me difficult, because I understand everything. But I know I must help for Uzbek people. This is my mission. Давайте, девочки. Ниже роста, вперед. Bizi o'zbek urf-odatlarimizda, musulmonchilikda juda ayollarga nisbatan qattiq bir qonunlar bor. Ya'ni ayol kishi seva olmaydi, haqqi yo'q. Sevadi, lekin sevishga haqqi yo'q deydi. Ota-onasi kimga erga bersa, o'shanga erga tegish kerak. Mana shunday huquqlardan ko'p ayol qizlarimiz sevmasdan majburiy turmushga chiqadi, o'ziga o'zi o't qo'yadi, o'zini suvga tashlaydi, o'zini o'zi osadi. Shunday voqealar ko'p bo'ladi. Endi biz san'atkorlar, biz hofizlar, ya'ni men,
ashulachilik sifatida agar meni xalq yaxshi ko'rsa, men ashulalarim bilan tushuntira olmasam xalqqa, men nima keragim bor? Men shular haqida kuylab, shularni men odamlarga qo'yib bilishim kerak. Shuni yomonligini ashulalarim bilan isbotlashga harakat qilishim kerak. Shuning uchun kuylayman. Iloji bo'lsa kamaysin shu problemalar degan maqsadda. Bo'lsa agar ko'zlaring ochiq, qilmishingga bir boqib chiq. Bo'lsa agar ko'zlaring ochiq, qilmishingga bir boqib chiq. Kazzoblarning joni rohatda, yaxshilarning ko'ksida sanchiq. Dunyo bo'lsang keng bo'lgan dunyo, va barchaga teng bo'lgan dunyo. Dunyo, dunyo, bir kam dunyosan, kimni xo'rlab, kimni sevasan, bir kam dunyosan. Dunyo, dunyo, yorug' dunyosan, kimni xo'rlab, kimni sevasan. About every my plan, I must have child, one child, because family is for woman is everything. Family is everything. If you have normal, soft family, you have very good work. I buy from America for new child. Yeah. Funny, yeah? Is that for the new child? A new child, yes. Может, попризнуть через минут 5, у меня интервью сейчас. Я на меня Ангелина. Yes. Lullaby. Ребята, 13 мы прошли. Чёртова дюжина. Нет, это не Браво! Вайда. We make plan about child, next child with my manager because my manager put time, money, everything to my music, to me. And then I must talk with him, I must make plan. We're doing now this. And then manager, I ask my manager, Mahindra, he want, yeah, okay, if you want, no problem, don't worry. One child is no problem. I think so. In Holland, really, we need new repertoire. I know that. I think that if you're gonna do this song in this system, you're gonna say it somewhere, then you have the public. Believe me. This is emotion. Emotion is. You understand what I mean? Yes. It's very important. Yes, Very important. That people have the feeling also what you have there. That is the repertoire what we have to think about. Yeah? Go. I have 4 years in Europe. Many people love my music in Europe. I think it's not 20, but 10 years enough for me, for Europe. What is the plan? We're going to make a plan for a perfume line for Europe in the first. These people working also in Asia, in every country, in Canada, America, everywhere, worldwide. Is you have to see it as the same as a record. You understand? Okay, this is the same. This is another project for Yunus. We have the CD project, okay?
And the concerts are promotion. Okay? And this is the next project from Yıldız. And for Yıldız, it's just a parfum. And we have here the CD, and here we have this parfum. You understand? After this, we're gonna make eau de toilette, we're gonna make this, we're gonna make everything. Everything. After, After, not now. step by step, the same, okay? Okay. But first, we're gonna make a small bottle with Yıldız for men and Yıldız for women, okay? And one you want, that's this one, yeah? Or if you have more. I have more, but this is But which one you like the most? This one is for your smell now, yeah? This one, eh? this one for this is good. But this is what you want. Yeah, I want this one. You want this one. I okay. show you those sweeter. Ruikt lekker. Maar er moet nog een mannengeur bij hoor. Dat is een beetje te... Mm. Сейчас вот так повернем. Да. Все, это. Алло! Mana degani xotini chiqibdimi ishga? Послушай, о чем я скажу, нет, не надо. Скажи, нет. Lekin mana alhamdulillah Xudoga shukr mustaqil ham bo'lar ekanmiz. Albatta bu bir afsonaga o'xshagan narsa. Men to'g'risini aytsam haligacha mustaqil lekin bizda ham qo'rqaman shu yo'qolib qolmasin shu 6 yil bor yo'g'i. Shu san'atkorlarga baribir katta yo'l ochildi. Konkurensiya degan narsa paydo bo'ldi. U paytda konkurensiya bo'lmas edi. Kallangizda yo'q bo'lsa ham siz otangiz o'qishga olib kirib qo'ygan bo'lsa, o'qishni bitirib olib o'zingiznikini aytaverardingiz. Hozir konkurensiya bor. Hozir konkurensiya bor. Sizga yoqmasa uzr. Diplomingiz ham xalq artisti bo'lib sizga unvon bersa ham agar sizni xalq yoqtirmasa 2 tiyin. U paytda xalq artisti majburiy ham kirardi. Boshqacha sistema edi. Hozir unaqa emas. Hozir odamlar yoqtirish kerak, bilish kerak. Endi har qalay sekin-sekin dunyo miqyosiga, dunyoni tushunish anaqasiga o'sha bir rivojlangan mamlakatlarda tushunsasiga biz ham sekin-sekin yetib boryapmiz. O'xshatish topmabmi ammo o'xshatsa o'ziga o'xshaydi o'zbek qiyosi yo'q uning mehri bir daryo dunyoda baland deb yashaydi o'zbek o'zbegim 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 o'zbek dunyoda baland deb yashaydi o'zbek o'zbegim 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 o'zbek dunyoda baland deb yashaydi o'zbek Thank you.